Mana tarxamak nəhayət sağlam üsvatıdı. Tarxamaklarım yigidək oldu mana. Şuvatıdı. Qarsanı mana bu yerdə. Hangisi? Mümkün. Bu yerlərdə tarxamaklar mana yigidək olub getdi. Əmdi şu Anıqoldan düşkən tərxəməklərdə malaço. Anıqoldan düşkən tərxəməklər mana. Bularni kichikroqlar uzib etganimiz yaxshi, mushtaq vaqtda uzib etganimiz yaxshi. Bu texmi yo'g'raydi tarxamakcho. Shu mana mavi yegil bo'lgan yeri qo'y. Meni mayqini yegilmaydi bu yerdan. Choy bir qattiqroq tam yo'qli yeri qo'y. Mishadan g'ayrishligan vaqtida bir g'ayrish atrofida bo'lsa, mayqini usulligicha üzüb yevasak bo'lardi. Baldır üzüvetsek, üzüvetkendan keyin ma yallar andan keyin balıqollar chiqishga boshlaydi chu. Buni üzmay nim qilsak, o balıqollarning o'sishiga ta'sir etadi. Shunga amal bor, biz tarxamakning ko'pragini shu balıqol, navrg'ollardan olmoqchi chu. Unda qilgandan keyin mala sal yigidek bo'lgan üzüb bilan yevasak, undan keyin balıqollar tezroq cho'ngaydi. Aldın qitim balıqollar chiqqandan keyin uning putash usuli bor degan to'q. Mana ma tüpten ma'g'ol mana anıqolda o boyoqqa ketib qolgan qo'lchi anıqol. Ma'lari yopurmaq mana. Ma'u 6-yopurmaqda, 6-yopurmaq bilan anıqolning orasidan mundaq bir balıqol chiqdi mana. Buni balıqol deymiz meyadimchu. Bu balıqolni yopurmaq oldu ma şu balıqolning yopurmag'i ma üstiga nim qilib manchilik uzunlikda chiqibdi. Endi biz shu 6-yopurmaqdan tortib 10-yopurmaqgacha bo'lgan yopurmaqlarning orasidan chiqqan shu balıqollarni bu balıqolga mana balıqolninki birinchi yopurmag'i. Birinchi yopurmag'ining orasidan bir tal tarxamak tushdi. Bu cho'qim tushdi mana. Mavi şu birinci tarxamakda. Ondan keyin bu yani yol üstüge ösüp mavi ikinci yopurmak. İkinci yopurmakta mana balıqolning ikinci yopurmağı. Bu ikinci yopurmakdan mı mundaq tarxamak tushdi. Bu ösüp yani 3-cü yopurmakdan yani tarxamak tushdi chu. Tushaverdi. Lekin biz buni 6-cı yopurmakdan 10-cı yopurmakgacha bo'lgan aralıqlardaki çıkan balıqoldan faqat bir tal yopurmaq bilan bir tal tarxamak, birinchi tarxamakni qo'yib bilan uning ustidan üzütimiz. Niyadincho? Üzütimiz mana ustini. Qoch bilan qilish kerak da men üzütib qoldim ha. Tamam, qoch bilan kesay ha. Ma biraz hepsiz bo'lib qoldimi ya? Mana meyadincho? Bak kesitimiz. Mana ya bir tal tarxamaklar bo'ldi. Buni mushunaq davomlashtiramiz. Agar 7-chi yopurmaqning orasidan mavi 7-chi yopurmaqga, 7-chi yopurmaq buning orasidan texi balıqol chiqmadi, ma tarxamak bor. Bu azroq yo'g'agandan keyin bunu üzüb etgandan keyin bu yerdan chiqdi. Buningmi faqat bir tal tarxamak olamiz bu balıqoldan-chu, mayerdan chiqqan balıqoldan bir tal tarxamak olamiz. 10-chisigacha mushtaq bir taldan olamiz ya. Buni ayt muhim. Endi 10-dan tortib 15-chisigacha bo'lgan aralıqdanki yana putash usuli o'xshash olmaydi. Men ma'ningda ko'stish biroz absizroq tushunish tezroq bo'lib qoldigandek his qildim. Men shuning rasmini sizab turib, ashundaq rasm qarab ko'rsatsam yaxshi bo'ladigan o'xshaydi deb o'ylab qoldim hozircha. Chunki buning o'sish jarayonida to'van bir taldan chiqqanni futurliq shu tarxamakning o'sish jarayonini rasm orqali bir tushuntirib boqay deb o'yladim.
Bu tərxəmək üstü qarab ösüdü bu. Üstü qarab ösüdü. Ösüş jarayonida yopurmaqlar chiqdi. Bu yopurmaqlar chiqish bilan birga bu yopurmaq bilan ana qo'lning orasidan balog'onlar o'sib chiqdi. Chechaklaydi degandekchu. Biz dastlabda ostidan sanıgan vaqtida 5-chi yopurmoqchi bo'lgan yopurmoqlarning orasidan chiqqan balog'onlar va chechaklarning hammasini pakkiz uzib tashlaymiz. Ya'ni birinchi yopurmoq, mana birinchi yopurmoqning orasidan chiqqan shunlarning hammasini pakkiz evitimiz, ikkinchi yopurmoqnikini evitimiz, uchinchi yopurmoqnikini evitimiz, to'rtinchi yopurmoqnikini evitimiz, 5-chi yopurmoqnikini evitimiz. Bu aralıqlarda hech qanday g'ol, chechaklar hech nima qolmaydi, buni pakkiz evitimiz. Endi bu davomli yuqori qarab o'rlaverdi. O'rlab ma'lum bir yer bo'lgan vaqtida biz yopurmoqlarni qaytadan sanaymiz. Ya'ni ostidan 15 yopurmoqni sanaymiz. Sanırsak, mana birinchi yopurmoq 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deb bizdan o'rlab 15 keladi. 15-chi yopurmoqni sanıgan vaqtimizda mushu yopurmoqni qoldirib, uning ustidan ana qo'lni kesib o'tamiz miyadan mana. Mishadan kesib o'tgandan keyin bu davomli usti qarab o'samaydi. Mishada to'xtatib qo'yamiz. To'xtatib qo'ygandan keyin endi yopurmoq bilan ana qo'llarning orasidan yana balog'onlar o'sib chiqishga boshlaydi miyadanchu. Shuning bilan birga bu 6-chi yopurmoqdan tortib 15-chi yopurmoqchi bo'lgan har bir yopurmoq bilan ana qo'lning orasida bir taldan tarxamak tushdi bu yerda. Mana o'xshash mana bir tarxamak 6-chi yopurmoqning oralig'idan 7-chi yopurmoqning bilan ana qo'lning oralig'idan bir tal tarxamak tushdi. 8'ninkidan bir tal tushdi, 9'ninkidan bir tal tushdi degandekchu. Ama 10, 11, 12, 13, 14, 15'lerin aralig'idan bir taldan tushishi kerak. Yani ba'zi ahvollarda bu azroqlam yo'g'rablam tarxamak bo'lmay qurib qoladigan ahvol bor. Bu normal ahvollar. Ancha-muncha bo'lib turdi bular. Ama mishadan bir taldan tarxamak tushsa olamiz deganni o'ylasanglar bo'ldi. Uni boshqa chiqmaymiz. Bu yerdan olamiz. Shuning bilan birga mushu 6-chi yopurmoqdan 10-chi yopurmoqchi bo'lgan, yopurmoqchi bo'lgan oraliqdagi yopurmoq bilan ana qo'lning orasidan chiqqan balog'ol. Mana rasmdagi balog'ol mana. 6-chi yopurmoqnikini misol qilib oldim. Bunda balog'ol chiqdi. Balog'ol chiqib bu yerdan birinchi yopurmoq bo'ladi. Birinchi yopurmoq bilan shu balog'olning orasidan bir tal tarxamak tushdi. Bu yerdan bir tarxamak tushdi. Endi buni qo'yib bersak, bu yerdan yana bir ikkinchi yopurmoqga tushdi. Ikkinchi yopurmoq bilan ana qo'lning balog'olning orasidan bir tal tarxamak tushdi. Mushundaq bu o'saverdi. Lekin biz buni o'skizmaymiz. Mushu bir tal tarxamak tushgan yerdan yuqorisidan kesib o'tamiz mana. Kesib o'tamiz, bir tal yopurmoq bilan bir tal tarxamakli qoladi balog'oldan. Endi bu 7-chi yopurmoq bilan ana qo'lning orasidan yana shunga o'xshash balog'ol chiqdi. Balog'ol chiqib bu o'sidi. Buning birinchi yopurmog'i bilan bir tal tarxamakni qo'yib, buning ustidan kesib o'tamiz. 8-chisinikida shunday qilamiz. 9, 10'ninkini ashta qilamiz. Fakat bir tal tarxamakni olamiz, ya. Balog'oldan 10-chisigacha bo'lgan aralıqdan balog'oldan bir tal tarxamakni olamiz. Endi 11-chi yopurmoqdan boshlab chiqqan balog'olniki. Bir tal yopurmoq, bir tal yopurmoq, uningdan buning orasidan bir tal tarxamak tushdi. Bu tarxamakni olamiz. Endi buni davomli qo'yib beramiz. Bu yerdan yana bir yopurmoq chiqdi. Bundaq. Bu yopurmoqning orasidan
bilan Balıqo'lunun arasından yana bir tal tarqamak tushdi. Bundaq. İki tarqamak tushdi, ikki yopurmaq, ikki tarqamak tushirib, buning ustidan davomli o'rilishini to'xtatib, bu yerdan kesib o'tamiz. 10-sidan boshlab ikki tal yopurmaq, ikki tal tarqamakni qo'yib, Balıqo'lni uning ustidan uzib o'tamiz. 11-ci yopurmaq, 12-ci yopurmaq, 13-cü yopurmaq, 14, 15-ci yopurmaqlarning orasidan chiqqan Balıqo'llarning ikki tal tarqamak alamiz. Endi bularni elish jarayonida meyadagi 6-cı yopurmaq, 7-ci yopurmaqlarning orasidan chiqqan Balıqo'lninki bir tal tarqamakni ep bo'lgandan keyin bu yerdagi Balıqo'l bilan bir tal yopurmaqning orasidan bu tarqamak tushish bilan birga yana Navrg'o'llar. Bu yerda Navrg'o'l chiqdi. Bu Navrg'o'lnimi bir tal yopurmaqni bilan bir tal tarqamakni qo'yib, bir tal tarqamakni qo'yib, uningdagi uchidan kesib o'tamiz buni. Navrsiniki. Endi boshqa 7-ci, 8-ci, 9-ci, 10-cilardan kedimmi o'xshashlam. Navrg'o'ldan bir tal tarqamak olamiz. Uningdagi uning uchun uzutimiz deganlar-ku. Anandaki 10-ninkidan, ma'larninkidan yana Navrg'o'l chiqdi bu yerdan. Mush Navrdan chiqqanninkini yana ikki taldan qo'yib nim qilib Aşağıdan alaverdiğin gap buni. Agar tarqamakning ozuqligi, su tarkiblari normal bo'ladigan bo'lsa, shundaq davomlashaverdi. Ham bu jarayonda diqqat qiladigan bir ish. Biz mush o'sayotgan jarayonda Balıqo'llar dedik-ku, Anıqo'lnikini kesib o'tdik bu yerdan. Balıqo'llar chiqdi. Mush Balıqo'llarning bir vaqtda hammasini biraqlam kesib o'tmaymiz. Uchinchi bir vaqtida tanglab hammasini biraqla kesib o'tsak, bu o'sadigan yer yo'qdek bo'lib qoladi endi. Bu o'smaydigan o'xshayman deb davomli o'sishdan to'xtab oladi. To'xtab shunga bilan bu qurib o'lib ketadigan ahvol bo'ldi. Shunga biz meyalardan bir Navrg'o'l vaqo, Navrg'o'lni qo'yib beramiz. Kesib o'tmaydi-ku. Kesib o'tmay qo'yib bersak, "Ha, o'syapman" deb bu ölmeydi bu. Ölmey davamlıq ösüş üçün tirişidi. Muşuna o'xshash aralıqlardan birashki g'olni aralıqlardagi uchun navra yoki chavirlardan birashki g'olni yan tarafga shu uzunsiq qo'yib beramiz. Uchini kesib o'tmaychi. Buningdami tushidi tarqamaklar. Bunimi og'ach, ammo uchini uzib o'tmay shunday qo'yib beramiz. Qo'yib bersak, bu tarqamak men davomliq bu o'sir ekanman deb öz yerden aladigan ozuqliqlarini davomli elib, bu davomli o'sib ozuqliq bilan shu tarqamaklarni davomli berib turdi. Mush taraflarga diqqat qilsak, 100 taldan ortiq tarqamak ola olamiz bir tüpdinchi. Mushu rasm ham tushunishlik bo'ldimiki, tarqamaklarning naq maydonni ko'rsatgan vaqtida ba'zida tarqamaklar tushmagan, ba'zida Balıqo'llar chiqmagan, chiqqan bo'lsa kesib o'tgandan keyin yana birlari chiqmagan, masalan, 10-chilardan yuqorilari chiqmagan, ularni so'zlashga yana shuda chiqqandan keyin ko'z tishga to'g'ri kelib qoldi ekan. Shunga ma'ni umumlashtirib bir rasm orqali tushuntirib qo'ydim. Mushu tushuncha bo'yicha o'zinglar o'stagan tarqamaklarni mush shaklda putab ep mansanglar ko'p miqdorda hosil ola olasizlar.